Bu tvorojniy pirog retseptidan keyin siz boshqa hech qaysi retseptdan foydalanmaysiz. Qani ketdik, birgalikda tayyorlaymiz. Idishga iliqdan issiqroq sut, eritilgan sariyog', tuxum, shakar, dro'jja, un hammasini solib yaxshilab xamir qorib olamiz va xamirimizni yog' bilan mushtlab pishitib olamiz. 20 minut tindirishga olib qo'yamiz. Bu orada nachinkasini tayyorlab olamiz. Nachinkasi uchun tuxum, shakar, tvorog, qaymoq hammasini mikserlab, quyilguncha mikserlab olamiz. 20 minut tingan xamirimizni teng 2 ga bo'lib, chetlarini xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib kesib, tugib olamiz. Va o'rtasiga xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib nachinkadan solib qizib turgan duxovkada 170 gradusda pishirib olamiz. Ustini xohishga ko'ra bezatib dasturxonga tortamiz. Albatta tayyorlab ko'ring. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa yurakchani bosishni va menga obuna bo'lishni unutmang. Yoqimli ishtaha